Assalomu alaykum. Hozir MyZanki programmasini Android telefonga qanaqa o'rnatilishini ko'rib chiqamiz. Birinchi Chrome'ga kirib MyZanki deb qidiramiz. Keyin birinchi chiqqan saytga myzanki.ru ga kiramiz. Shu yoqda o'sha chiziqchani ustiga bosib skachatni bosamiz. Keyin bizga shu havolani chiqarib beradi. Va biz MyZankini to'g'ridan to'g'ri torta olmaymiz. Shuning uchun RusStore programmasi orqali App Store'ga o'xshagan narsa orqali torta olishimiz kerak. Shuning uchun birinchi RusStore'ni yuklab olamiz. Menda oldin ham yuklangan. Keyin ustiga bosamiz. Ustanavitni bosamiz. Bizdan so'rashi mumkin, ba'zida notanish manbalardan ilova yuklashga ruxsat berasanmi degan narsani chiqarib berish mumkin. O'sha payt ruxsat berishni bosishimiz kerak. Xo'p, bunaqa narsa chiqadi. Ya'ni shunaqa ilovalar, qiziq ilovalar bor. Yuklab olasanmi degan tavsiya beradi. Yo'q, biz bular kerak emas. Bizga MyZanki kerak. Razрешить beryapti. Bu RusStore'dan telefonga ilovalar yuklab olib o'rnatishga bizga ruxsat ber degan narsani chiqaryapti. Bunga ruxsat berib qo'yishimiz kerak. Endi skachat qolamiz. Elektron pochta so'raydi. Bu bizga kerak emas. Ekran ustini bitta bossak o'chib ketadi. Demak, ustanavit oldin o'rnatganim uchun yana so'ramadi. Yo'q, mana so'radi. So'rani ustanavitni bosamiz. Ochib dalayni bosamiz va ilova ishlayotganda ruxsat berish, ruxsat berish. Nima so'rasa hammasiga ruxsat berishimiz kerak. Keyin men login parol beraman kirish uchun. O'sha login parolni terib kiramiz. Undan oldin programma bilan qiladigan ishlarimiz bor. Ustiga bosib turganimizda приложение degan narsa chiqadi. O'sha ustiga bitta bosamiz. Bizga ilovani nastroykalarni ochib beradi. Ya'ni telefonda o'rnatilganlik nastroykalari. Buni yoqib qo'yamiz. Buni ilova ruxsat berilgan narsalar. Hammasiga ruxsat berib qo'yishimiz kerak. Boshqa ruxsatnomalar hammasiga ruxsat berib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa bitta narsa qolib ketgan bo'lsa ham zapis to'liq bo'lmaydi yoki bizning ovozimiz yoki klientning ovozi eshitilmay qolishi mumkin zapisda. Bildirishnomalarga hammasiga ruxsat berib chiqishimiz kerak. Net ограниченияni bosib qo'yishimiz kerak bunda. Bir xillik telefonlarda bo'ladi, bir xillik telefonlarda bo'lmaydi. Lekin hech narsada ограничение bo'lmasligi kerak MyZanki uchun, ya'ni batareykada ham, boshqasida ham. Bunga ham ruxsat berib qo'yishimiz kerak.
Endi akkauntga kirib olamiz. Bizda boshida Mayzbankiga login parol qilib kirganimizda mana shunaqa oyna chiqadi. Ko'pchilik, juda ko'pchilik adminani bosib yuboradi. Bizda eng muhim joyidan biri hisoblanadi bu. Ya'ni shuni orqasidan o'zi o'rnatayotganda zapis yozmay qoladi. Bunda daleni bosamiz. Skачание приложение degan joyi bor. Bunda hamma telefonda har xil chiqadi. Har xil telefonlarda установление приложения yoki shunaqa joy chiqadi. O'sha joyda Mayzbankini topib, birinchi knopkani bosib qo'yishimiz kerak, yoqib qo'yishimiz kerak. Okey, bu shart emas. Yoqib qo'ysak bo'ladi. O'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Keyin boshqa ilovalar ustidan ochilishi, masalan, boshqa ilovada turganimizda qo'ng'iroqqa kelganda Mayzbanki ham ishlab ketishi. Bu yoqilgan. Endi burchakdagi, o'ng burchakdagi 3 ta chiziqchani ustiga bosib, nastroykani ochamiz. Va birinchi oxirgisini ham yoqib qo'yishimiz kerak. Keyin shu joydan buni SMS'da всeni bosib qo'yamiz. Bo'ldi. Shu bilan bo'ldi. Mayzbankidagi nastroykalar tugadi. Undan oldin tekshirishimiz kerak bo'lgan bitta narsa bor. Shu joydan nastroykani bosib, zapis vizofov degan narsa bormi yo'qmi shuni tekshirishimiz kerak. Agar bo'lsa, mana oddiy telefon programmasi kiramiz. Shu joyda hamma telefonning burchagida, o'ng burchagida tepasida 3 ta nuqta yoki shunaqa belgili nastroyka degan joy chiqadi. O'sha nastroykani ichiga kirib, zapis zvonkov yoki zapis vizofov degan narsasi bormi yo'qmi, o'shani tekshirishimiz kerak. Agar u narsa yo'q bo'lsa, umuman zapis yozmaydi. Mayzbankini ming qancha to'g'ri nastroyka qilsak ham, telefon zapis yozmaydi. Agar shu narsa bor bo'lsa, ichiga kirib, zapisi vizofov avtomatik degan narsani yoqib qo'yishimiz kerak. Buni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Ya'ni bildirishnoma zapis qilayotganda avtomatik zapis qilishni yoqib qo'yishimiz kerak. Все nomeri har xil telefonda har xil bo'ladi. Samsung telefonlarda soddaroq bo'ladi, Redmi'larda esa shunaqaroq bo'ladi, chalkashroq bo'ladi. Shunaqa, agar shu ko'rsatilgan nastroykalar hammasi to'g'ri qilinsa, xudo xolasa, CRMga to'g'ri zapis tushadi.